bizni obzorimiz zetski shkopi, mana shu shkopni o'zi, quruq o'zi. Sizlarga obzorimizda shunday chiqib qoladi. Yaxshi ishlangan. Ben qo'limdagini ko'rishingdan mumkin. Gapir. Nima deydi? Obzor qil. Do'kon xorat. To'g'ri obzor qil. Instagramga qo'yaman. Obdan mas'uli jo'ymas. Gapir Instagram. Azizlar, xudo xolasa, komplet holatimizda emas, faqat shkafni o'zi bo'ldi. Ko'rishinglar mumkin. Buni shkaf kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqib, xuddi shu tuzilishda bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, ruchkalari qatirilmagan holatda. Bitta holatida 4 xil fason turibdi bu yerda. Bitta kompletda bitta holatni shunisi desanglar, inshaalloh O'zbekiston bo'ylab jo'natib berish xizmatlarimiz bor, faqat dastavkalar kelishilgan holatda bo'ladi. Narxlarni oxirida ko'rsatib o'taman. Xo'p, 3 qanotli eniga 1.20 lik, balandligi 1.95, ichi chuqurligi 40 sm bo'lgan baloshli oq rangda oyli, koronali 2 xil fasonlarimiz bor. Bu yerda strelkali fasonimiz bor. 4 xil fasonda общий ko'rishinglar mumkin. Oq rangda, baloshli rangda 2 xil bo'ladi. Xo'p, koronali mana sal neobishniroq narsa, skromniyroq holatga qarab kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqib o'zingizlarning mahsulotlaringizni zakaz qilishingiz mumkin. Manzilimiz Andijon, O'zbekistonda joylashgan. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 1,5 million so'm demaymiz, xudo xolasa. O'zi masalan 3 qanotli shkaflarimizga 1,5 million so'm narx aytiladi, icha-bicha o'tib beriladi. Xo'p, bunimizni narxini o'zini 1 million 200 ming so'mdan qilib qo'yganmiz. 1 million 200 ming so'm MDFli krashinni oldi. Korpuslari displaminat bo'ladi. Masalan, buni hech qanaqa ziyon tomoni yo'q, hamma narsasi bir xilda xizmat qiladi inshaalloh. Oldi, polni krashinni holatda bo'ladi. Ruchkalari qatirilgan holatda 2 qator vishelkasi, 2 qator polkasi, tagida 2 ta tortmasi bor. Narx aytganimizda 1 million 200 ming so'm. Dastavkalarni alohida kelishilgan holatda bo'ladi. Pasona nomerlariga aloqaga chiqib o'zingizlarning mahsulotlaringizni zakaz qilishingiz mumkin. Bu yerda hozir optim narxda turibdi-da. Общий 24 dona bor xolos shkaf. Masalan 2-3 kunda tugashi mumkin. Inshaalloh ulgurib qolinglar. Hammanglarga sog'lik tilaymiz.